Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Endi bize hammamiz O'z tanishtiring. Men Buxoro shahar Hamza ko'chasida yashaydigan fuqarolardan biri bo'laman. Uyimizni mani familiyam Mansurov Hayot. Yoshim 92 yoshdaman. 1918-yilda uyimizni haligi quruvchilar olib garantiya bilan uyni remont qilib berib, sizlarga boshqa uy beramiz deb va'da qilib olganlar. Shundan buyon hech qanaqa natija yo'q. Bu yerda 26 ta oila yashar edi. 26 ta oila. Mana bu yerda 26 ta kaladovkasi ham bor edi bu hovlida. Bu hovlidan 26 ta kaladovkadan birorta o'chqur ham qolmagan. Uylarda remonti cho'zilib ketyapti. Hamma yoqqa murojaat qildik. Hokimiyatga, qabulxonalarga, haligi hokimni o'zlarini priomida bo'ldik. Hokimni olib chiqib shahardan bu yoqqa olib keldik. Ko'rdilar. Haligi zastroychilarga aytdilarki, tezroq bajarib beringlar. Hech qanaqa natija yo'q. Pul ham bermaydi bular. Pul ham bergani yo'q. Pulni olish paytida prokurorlar o'zi chaqirib keltirib, kabinetida pul olib bergan. Bular prokurorlar bilan bir amasi bir odam ekan bular. Shunaqa qilib bizani ovora qilib berdik. Hozirgi kunda 200 milliondan ko'p bizani qarz qolgan bizdan. Hamma ovora bu yerda qarilar bor edi. Uyni qo'ldan ketdi deb, uy qo'ldan ketdi endi bular deb o'zini qiynoqqa solgan qarilar bor edi. Uchta odam vafot etib ketdi shuni dardidan. Bu mallarni o'shaga kim javob beryapti? O'lganlarning javobini kim beryapti? Bunaqa ish bilan hali bu oxirgi ma'lum emas ekan bu qurilishdi. Zastroychilar xalqni pulini deb kvartiralarga haligi arenda pulini ham berishmayapti. Shunaqa qilib hammani ovora qilib yuribdi. Na hokimiyat, na prokuratura, na qabulxona bu masalani hal qilmayapti. Bizga endi biz eng ko'pchilik nomidan hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilaman. Endi bizning masalamizni hal qilib bersinlar. Chunki bu yerda 26 ta oila bor. 26 ta oilaning 4 tadan a'zosi bo'lganda bu yerda 30 tadan odam jabr ko'ryapti. Uyma-uy yurib ijoraga yashab pul berishga pul yo'q odamlar. Merisi qilib o'lib ketganlar 3 ta odam bo'ldi. 3 kishi vafot etdi. Yaqinda hammalari kasal deb yuribdi, hammalari. Uy boshqa uyimiz ketdi qo'ldan. Nima qilamiz endi? Ilojimiz qancha, qayerqa boraylik deb hamma yoqda ovora yurishdi ular. Mana endi sizga murojaat qilamiz, hurmatli prezidentimiz. Bizni masalamizni hal qilib beringlar. Mana shuncha odam yig'ilibdi bu yerda. Bularning ro'zg'ori bor, bola chaqasi bor, bola chaqalarni o'qitishi bor. Shularga qaraydigan bir masalani hal qiladigan biror odam topilmayapti bu yerda. Iltimos, bizning masalamizni hal qilib bering. Chunki bizning ham kvartiramiz bor edi. Do'g'da bo'sh paytida kvartiraga arendaga bo'lib, undan daromad olib yashab yurardik, soliq to'lar edik. Bu hammasi masalalar yo'qolib ketdi. Hammasi nolga aylandi. Mana shuncha hujjatlar bor. Mana dogovorlar bor. Dogovorlarda hokimlar pechat qo'ygan, hokim shahar hokimi pechati bor, hammasi bor. Ularni arendaga bularga quruvchilarga berib, quruvchilari bir qismi qamalib ketdi, ikkinchi qismi yana hammani azob berib yuribdi. Ba'zi paytlarda mana kvartiramizni arendaga bersak ham mana arendaga olgan odamlar mana kvitansiyalar soliq to'laganlar bu yerdan ham biz hayotimizni kechirar edik bir amallab pul topib ro'zg'orni boqar edik. Bulardan ham mahrum bo'lganmiz. Yana buni ustiga bizga pul ham arenda puli ham bermayapti. Shuni hal qilib berishingizni so'raymiz Samannovdan. Iltimos. Butun ko'nglimiz charchab ketdik juda ham.
Charchab ketdik. Hamma joniga tekkan, nima qilishni bilmayapti. Yer qattiq, osmon baland. Xudoga faqat murojaat qilamiz. Siz bizning masalamizni hal qilib berishingizni iltimos qilib so'rayapmiz Samad nomidan. Butun oila nomidan, butun shu dom ahli nomidan 26 ta kvartirada yashaydigan fuqarolaringiz nomidan sizdan iltimos qilamiz. Siz doim aytasiz, men xalqimga nima deb javob beraman? Hokimlarga. Xalqimga nimaga xalq, nima uchun xalqqa qaramasizlar deb javob beradi. Bu yerdagilar bizga qarashmayapti-ku. Nima qilaylik? Haqqa boraylik. Faqat sizga murojaat qiladigan kunimiz qolgan. Kechirasiz vaqtingizni olganim uchun. Bizning masalani hal qilib bering, hurmatli prezident. Men Rahmatov Nishon, Buxoro shahar Hamza 11 domla 6-xonasiga o'tirar edim. Avval 2 etajli uyimiz bo'ldi, ana bu 2 etajlikdan. Buni buzib, ana bunda 8 etajli qurdi. Qurishgan bu 8 yil bo'ldi. 8 yil iyun oyiga 9-yil ketadi. Qachongacha bunday yuramiz? Shavkat Miromonovich sizga iltimos, shuni bir nazoratingizga oling. Qish kelyapti, bolalar katta bo'lyapti, uylantirish kerak, nima qilish kerak? Biz sharoit yo'q. Yurib bizning shunda dar kvartira oyiga 2 million kvartira pul beramiz. 1 million bizga pul beradi bu. 2 million pensiya olamiz ikkovimiz. Ikkovimiz 800 ming, 1 million 200 ming. 1 millionni beramiz, dori darmon ichish, yeyish, bilmayman nima qilish kerak. Mana garingizni oldim. Mana sizlar mana 2008-yilda uylarni olib qo'yilyapti, to'g'rimi? To'g'ri, Hokimiyatga to'g'ri. ishonchga kirib, albatta uylarni berib, o'rin shu uy berishga ishondim. Mana oradan 8 yil o'tyapti ekan, to'g'rimi? To'g'ri, 8 yil. Lekin 8 yil ichida necha marta, necha bor viloyat hokimlik sayyor qabullarda bo'lgan? Ko'p bo'ldik. Viloyat hokimiga, prokuraturaga, Toshkentdan prokuror keldilar, bu kishiga bordik sayyor qabulga. Bir natija yo'q. Demak, respublika bosh prokuraturasi qabuliga ham borgan. Borgan biza. Nima natija, nima mazmunan javob bo'ldi? Uni olib qamadilar, tamom shu. Boshqa hech nima bo'lgani yo'q. Mahalliy hokimiyat bu bo'yicha Mahalla hokim qiziqmaydi, ularga qiziq yo'q bu nimalar. Bu nimalar qiziq yo'q mahallaga ham, hokimiyatga ham. Bordik hokimga yaqinga hammamiz kirdik. Bir oydan keyin ko'chib o'tasizlar dedi. Bu o'tdi, bu bordik. Bir haftadan keyin ko'chib o'tasizlar dedi. Ana shunaqa aldab yuribdi bizani. Biza ishonib hokimiyatga, shu hokim Karim Jamolovich edi, 18-chiqinglar biz 2 yil ichiga taxlab beramiz o'ylasin dedi. 2 yil, 8 yil bo'ldi. Bu qaysi hokimiyatdan? Karim Jamolovich. Yo'q, qaysi hokimiyatdan? Shahar hokimi. Buxoro shahar Buxoro shahar hokimi, ha. Buxoro shahar hokimi. Buxoro shahar hokimiyatidan albatta sizlar qabul bo'lgansiz. Ko'p bo'ldi, ko'p. 20 martadan ko'p bo'ldik qabuliga. Hozir nima so'rab qolyapsiz? Murojaat mazmuni nima deydi? Mazmun hech nima yo'q, ana shu o'tiribmiz, kutib o'tiribmiz, qachon erta quraman deydi, bir haftadan keyin taxlaymiz deydi, bir oydan keyin taxlaymiz deydi. Hammasi yolg'on gap bu. Prezident Shavkat Miromonovichga hamda O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroriga qanaqa murojaat bor mana shu masala bo'yicha? Bizga yordam bersinlar, shu uyimizni tezroq nima qilib, xalqni kirsin uyiga. Yo bo'lmasa boshqa joydan bizga bir uy bersin. Biz yoshimiz katta, qari, hamma pensionerlar berib, 90 yoshga kirgan bu bo'ylar bor. Yarim odamimiz o'ldi. Yarim odamimiz o'lib ketdi shu domdan. Tushunmadimmi bu qanday nima qilyapti bular? Kitobda hamma o'lishini ularga qo'ysinmi hokimiyatga? Hech tushunib bo'lmaydi bularning nimasiga. Ana hozir ko'rasizlar bizlarga uy berganini holatini, hozirgi holatini. Ana kelinglar ko'ringlar, bu uyga o'xshamaydi bu. Bu hurmatli prezidentimiz aytganday, tovuqxona, quyonxona qilsangiz bo'ladi, quyon boqsangiz bo'ladi bu uyga. Uyga o'xshamaydi. Shuncha yil avg'ora qilib odamni qamaldi, u quruvchimiz birinchisi qamalib ketdi, ikkinchisi ana o'zi keldi, sherdan qaradi ketdi. Sherdan kelib qarab ketdi. Ana bu podyezdga o'tiraydim, ikkinchi etajga. Buni olib boshqa ana u kirlodan olib bu yerga ketirdi, bizani 3-etajga tupiga tiqib qo'ydi. Biz ikkinchi guruhga invalid nogiroma qanday kirib chiqamiz ko'z bilanmi? Kampram ikkinchi guruhga, u ham oyog'i bilan. Faqat bir svet bo'lmaydi, qanday chiqib tushamiz 3-etajga? Ko'rasiz sharoit nimasini.
butunlay yashashga sharoit yo'q bu yerga. Shuhrat fanarı kanalsını görünüyor da çim neyi biner? Göz görmeydi bunu. Hı? Ne şimdi? Ne malum ki o? Uy, ben. Birinci. Şunda böyle şey var mı? Kadreyin kona takka gireyim. Şurada peş güzel edin, neyi bile açmam. Seyim bu aktiği vereyim. Oslarga neshinchi etaj dedi? Uchinchi. Ko'rsating. Ana tepaga, bu bitta tepa chiqamiz. Hamisha bozor parkı vurum diyeyim de. Ana şu uy. Feeling. Şu önümüze bergen. Gapirib o'ting endi. Ana qarang buni. Yerga yashashga umuman kichkina o'ychalar. Buni qarang kichkina. Bularni qarang. Ana bu yerlarni qarang. Ya bu yerdan chiqadi. Buni qarang, avvalni qarang. Bitomni ahvolga qarang. Regilda bu. Yo'q chiqayotibdi, yo'q kiryapti. Shunaqa o'zi. Gapirmaysizmi? Ha, Gapiring. shu qarang bularni quruvchilar qanday nima qilgan. Mana shunday bo'lishi mumkinmi normativ bo'lishi? Bu bundan yo'q bu. Bularni qarang buni. U tomonga bundoqi yo'q. U eski uyimizga, kvartiramizga. Bundoqi nimalar yo'q. Bu nechinchi etaj edi u? Ikkinchi etaj, bu uchinchi etaj. Nima uchun bu ikkinchi, uchinchi etajmi bu? Ha, birinchi magazin, ikkinchi magazin bo'ladi dedi, uchdan beramiz. Lekinki u krilodan odamlarni keltirib birinchi, ikkinchiga qo'ydi. Bizlar yashayotganimiz uchinchi, to'rtinchiga aydadi. Nima sababdan sizlarda boshqa etajga, boshqa xonadonga uyingizni almashtirdi? O'zlari bilan hech kim maqmaydi. Birinchi sizlarni uni birinchi etajdagi uy berganlar. Ikkinchi etaj. Ikkinchi etaj. Joyim ikkinchi etajdan ikkinchi etaj berish kerak edi. Bular getirib mana bu yo'qqa. O'z birinchi Rozi bo'ldingizmi shunga? rozi Roziligingiz bilan o'tkazdingizmi? bizlar rozi yo'q. U kamp bibiga aytganki, birinchi, ikkinchi magazin bo'ladi shu 3 so'mga deb aldagan. Magazin bo'lmadi. Birinchi etajdan kvartiraga ketibdi. Ana bu uylarni ham qarang, bu uylarni ham holatini. Ana holatini qarang bu. Bu yerga nima qilish mumkin bu yerga? Yo'q, molxona qilish kerak, yo'q. Quyon tovuq boqish kerak bu yerga. Odam ishlaydigan sharoit yo'q bu yerda. Ma'qul o'ylaysiz? Ma'qul o'zim buni endi
Usulni tiqilyapti-da, regllar. Ha, bu beton regl. Ha, bu qalinligini ko'ring. Hamma joyda shunday qilib kesib, mana buni tiqib, bitta mana shu narsa bizlarda zilziladan, rom nafaqat saqlanmoqda. Buni hamma joyda shunday qilyapti. Mana bu bo'lgan usul qo'yildi o'zicha. Hamma joyga kesib bu nazorat qiladiganlar oldindan kelib ko'rib nazorat qilsa vaqtida kelmas edi. Mana bu 3-uy. Holatini qarang buni. Mana shunaqa o'ylanib beryapti bizga bizlar. Nima qilishga boshimiz qotib qoldi. Mana otaxon biz ayni soni murojaatlaringiz bo'yicha joyga chiqib, faqat kunduzi oldida holatni batafsil jurnalistik asosida o'rganayotgan joylardamiz. Mana shu holat bo'yicha siz yana mahalla hokimligida hamda prezident shu bilan bir qatorda hozir siz mana rasman faqat o'sha axborot portaliga murojaat qilgansiz, murojaatlaringiz mazmuni ko'rib chiqish uchun mana bizlar murojaatlarga asosan mana sizlardan kelib holatni o'rganib, atrofda sizlar bilan bir suhbat qilish jarayonlarimiz. Shu imkoniyatga kelgan holda prezidentning shavkatlarini amalga oshirishga shu haqida tezkor qanday murojaatingiz bor? Shu bo'yicha gapirib o'ting. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, shu uyimizni tezroq bir nazoratingizga oling. Tezroq bizga bitkazib bersinlar. Bo'lmasa boshqa biron uy olib bersinlar bizga. O'zimiz 5 ta kishi bizlar 5 kishi. Boshqa uy olib bersinlar. Qiyin yo'q-ku, hokimiyatga borishni nimasiga qo'ydi. Necha yildan shu masalalar hali davom etyapti, masalalar hal bo'lmagan. 8 yildan o'tdi. 8 yil 9-yilga ketdi. Ayni shu masalalar bo'yicha Buxoro shahar hokimiyati hamda Buxoro viloyat hokimligiga chiqdingizlarmi? Chiqdik. Necha bor chiqdingizlar? Ko'p chiqdik. 8-yili 2 martadan chiqqan bo'lsak ham 16 marta bo'ladi. 16 marta, 20 marta qarab bordik. Mahalla hokimiyatlarga qanday munosabatda javob berildi? Taxlaymiz, bajaramiz deydi, tamom. Taxlaymiz. Bir oydan keyin topshiramiz uyni. Bir haftadan keyin topshiramiz. Mana shuni qilib aldab yurishdi. Aniq javob bor? Javob yo'q. Aniq javob yo'q. Yo'q. Sizlarni hozir mana shu holatda haqiqatan biz ayanch holatda ko'rib turibmiz. 8 yildan beri albatta turli joylarda yashab yuribsizlar, kvartiralarda. Kvartiraga yashab. Albatta katta iqtisod zarar ko'rganimizni mana biz ko'rib turibmiz. Demak, bu bo'yicha respublika o'sha mahalliy shu prokuratura bosh idorasiga murojaat qilganmisiz? Toshkentdan keldilar. Prokuratura Toshkentdan ismlari. Sizlar ko'rishdimi? Ha, ko'rishdi. Yo'q, uni birinchi quruvchimizni qamadilar. Birinchi yo'q, qamalilish mayli, o'tin, lekin sizlar masalangizni hal bartaraf etdingizmi? Yo'q. Biron natija yo'q. Xalq qabulxonasiga ham kirdik. Prezident xalq qabulxonalariga ham foydasi yo'q. Biron kishi aytmaydi, nimaga kelding, nimaga ketding, nima qilyapsan? Hech kim so'ramaydi. Shu o'rinda e'tirozli savol tug'iladi, albatta murojaat mazmundan kimdan javob kutib qolasizlar? Shunday. Qanday mazmundan javob kutishni istamoqsizlar? Gapirib o'ting. Bizani uyimizni taxlab bersinlar. Shu prezident o'z nazoratlariga olsinlar, shuni iltimos. Bu domda 90% qarilar, 92 yoshga, 80 ga, 70 ga kirgan odamlarimiz, pensionerlar. Sizlarning qonuniy davlat kadastr hujjatlari bor. Buzdirib, mana bu pul va'dalari bilan mana 8 yil demak, sizlarni uy joyda ta'minlamaydi. Yo'q, avvalo qilib yuribdilar, 8 yil bo'ldi. Qamagandan keyin mana bu yerni qurganim uchun sen bu yerni qurasan. Endi men mejbur Yo'q, tushundim ha. Tushundim ha. Bu yerda keyin men nima qildim? Bu yerni qurishni boshladim. Bu yerda menga topshirgan vaqt u yerda nimalar bor edi? Покупательlar bor edi, potensial nimalar bor edi. Keyin tergov boshlangandan keyin bilasizmi endi? Tergov boshlangandan keyin o'sha odamlar, pul beradigan odamlar nima bo'ldi? Jabrlanuvchiga aylandi. 40 ta edi, 66 ta bo'ldi. Tushunyapsizmi? Soответственно, bu yerda уже nima istochnik pul keladigan
nima bo'ldi? 22 ta uy berdi hozir. Nimada turibdi? Jabrlanuvchiga berish uchun 1500 kvadrat nimada turibdi? Aha. 1500 kvadrat uy taxtda turibdi. Odamlarga jabrlanuvchiga berasan deb. Tushunyapsiz? U qamalgandan keyin tergov ishlari boshlangandan keyin istochnik bo'lmadi. Hozir biz har joydan qayerdan pul topyapmiz, qilyapmiz. Bu yerda usulini bergan. Ana qarang, usulini qilyapmiz. Nimalarni ko'rdingizmi? Kolonnalarni ko'rdingizmi? Temir bilan nima qilgan? Belbog' qilib, Ichkarini xonadonlardagi o'rtadagi belbog'larni aytyapsizmi? kolonna ana devorlarni belbog' armatura bilan ko'ryapsiz. Ikki tomondan belbog' qilyapmiz. Ana shu ushlaydigan joylari bu, aka. Bo'lmasam, ismingiz nima edi? Shehroz Shehroz. Familiyangizmi? Poltayev. Sheroz aka, Boltayev. Bo'lmasa Sheroz aka, demak, haligi hozir negaga sizni demak bu mana bizdan ham sizga vaziyatdan kelib chiqqan holda sizga topshiriq biriktirib berilgan. Demak, siz mas'ulsiz. Hozir birinchi etapda mana bu qismini, ikkinchi yo'q. Aka, birinchi, ikkinchi etap yo'q, hammasini billa bo'ladi. Yo'q. Men hozir ko'rib turibman, birinchi mana bosqichda o'zi birinchi ayrim to'liq ta'minlanmagan shorat bo'lsa ham mana hozir ko'raman, mana 3-etajmi, nechinchi etajmi? Mana 3-etajda odam ish yo'qligidan ehtiyoj mumkin bo'lmasa Yo'q, u yerda narsalarni kirib ketirgan aka, u yerda yashamaydi, ketirib qo'ygan narsalarni. Bu yerda ko'p bunaqa, ana bu yerda ham ketirib ichkari kirib qo'ygan. o'zi kirib Assalomu alaykum. uyini aniqlab joylashtirib qo'yilgan. Nega uy o'sha nomida turibdi? O'sha nomida shuning uchun. Ana u yerda, ana 3-etajda Ko'rdim. Demak, bu yerda kiritib qo'yganlar. ketib qo'y. Bo'lmasa shuning uchun demak mana holatdan xabaringiz bor. 2018-yilda mana aholini tayyor kadastr hujjati bilan uyini buzdirgizib, hokimiyatning kafolati bilan, shu bilan bir qatorda mana qurilish kompaniyalaringiz kafolati bilan belgilangan shartnomada ko'rdim, 2 yil deyilyapti. 2 yil bo'lsa ham muddati aniq ko'rsatilmagan. Aniq hujjatlar normativ bo'yicha ko'rsatilmagan, lekin u yerda Buxoro shahar hokimining imzosi, pechati bilan turibdi. Shu bilan sizlar bilan birgalikda. Masala nima haqida? Hozir mana bizning kelishimizdan maqsad albatta bu prezident palatasiga murojaat qilib, bosh prokuraturaga murojaat qilingan deb biz joyiga chiqib holatni aniqlik qilsa mana shu qurilish bo'yicha mana застройщик sifatida mana sizni kompaniyangizga topshiriq biriktirilish mana shu topshiriq bo'lgan. Hozir endi asosiy gapni sizga eshitishimiz kerak. Yo bugungi kunda bular qancha oradan 8 yil bo'libdiki, qancha muddat yana bular kutish kerak, aniq sizdan javob bo'lishi mumkin. Hamidjon aka, Negaki menga emas, menga mana shu fuqarolarni, jabrlangan fuqarolarga aytish kerak bo'ladi. Hozir menga hokimiyat ming kafolat bergan taqdirda 8 yildagi murojaatga bo'lgan, sayyor qabullar bo'lgan, sizlardan chaqirib topshiriqlar bo'lgan. Yo'q, nima bo'lgan uni o'zingiz bilasiz. Bet u gap gapirilmaydi. Asosan maqsadga o'tamiz. Maqsad o'zi shunday. Ma'qulmi? O'zi shunday. Bo'ldi. O'zi shunday. Shoshmang. Men intervyu bermayman, sizga tushuntiraman, bularga tushuntiraman. Maqsad shu aka. Tezroq bitkazish. Hozir biza hokimiyat, kichik hokimiyat, shahar hokimi, Buxoro viloyat hokimlar har kun nimada muloqotda bizani masalamizni qanday hal qilish. Hozir bitta investor topganmiz. Mana bugun keldi. Yo'q. Men maqsad nima aytyapman? Ishimni davomini aytishim kerak. Ana kelgan, bugun kelgan уже, bu yerga kelgan, chet eldan keldi. Aka, bu kishining gaplarini eshitib Yo'q, hozir to'xtang. Hozir aytaman. Yo'q, 2 minut eshitmayman. Yo'q, xo'p, eshitaylik. Biz eshityapmiz. Eshitishimiz kerak-ku. Bu yerda agar investitsiya kiritilmasa, pul kiritmasak, befoyda. Hokimiyatda ham biron istochnik yo'q, bu yerni nima qilish uchun. O'sha uchun biz ana 4 tomondan nima qilyapmiz? Olib keldik уже. Kelgan. Shuni hozir biz dushanba kunidan nimani formirovat qildik ustalar. Ana erta bir komplekt keladi. Juma kuni, yana dushanba kuni 5 kishi keladi. Ustalarni chaqiryapmiz. Ana kecha nimani chaqirdim? Отделщикlarni chaqirdim. Dushanba kuni keladi. Отделка qiladi ichkarilarni. Nimani uyini? Jitellarni uyini отделка qiladi. Уже formirovat qildik. Shpaklovka, kim nima, gruntovka qildik уже. 4-5 tasini hozir birdaniga boshlaymiz. Bu birinchi masala. Tak, ertaga usulini keladi. Marmarchilar keladi. Ana bu podval, ana bu yerni o'zi marmar qilishimiz kerak. Yana kim keladi? Yana gazchi keladi, qurbonlarni nima qildi, gazlarni o'rnatadi. Уже formirованный bizaga dushanba kundan massiv ish ketadi. O'sha uchun agar ana kelinglar, bir talaringiz o'tiringlar men bilan. Sizlar menga yordamga kelinglar. Bir kishi mendan so'ramaydi, ahvoling nima? Meni ustimdan yozish, lekin muammo nimada? Kelinglar birgalashib hal qilaylik. Nimaki bir men ответственный emas, bu yerda nechta odam bor? aka, shu arizani esat qayerda? O'sha uchun
Дашмо гарнизона. Як аrizа dense, aka Chiqargan man bo'lsa. nametonam, anamni застройкаga nametonam, ariza dense, tamam. Da kelarsan. Hokimiyat bu, вücuba ne verecek? Tamam отказ qilmaydi, aka застройщик, ne, man nametonam ge. Ana, chans ol shu aka. Хорошо. Tamam, Ben chans ol. hozir Montaj ishlash shu gardenmi? Yo'q, bildim. Endi bularni ham eshityapmiz, siz ham eshityapmiz. Shuning uchun mazmuni, masalaga e'tibor shu batafsil bo'yicha mulohaza qilaylik. Bu yerda albatta buni o'zlar bilan bevosita qisqa mazmunda ikki oz sizdan so'ramoqchi bo'lgan. Hali o'zingiz aytgan fikringiz ham o'rinli. Negaki bular jabrlanyapti. Sizdan o'z o'rnida yo'q, men qarang. Menga qarang, eshiting. Endi albatta yo'q, to'xtang. Yo'q, siz eshiting. Bular quruvchini o'zini muammosi holatlar bo'yicha aytib o'tyaptilar. Shuning uchun shu muammoni mana sizlar bilan birgalikda albatta sizlarni murojaatlaringiz o'z o'rnida bajarish bilan birga bular ijroat ta'minlashga mas'ul. Lekin muammoni nima muammo bo'yicha suhbat qilish bo'yicha hozir mana biz kelib o'tiribmiz. Yuzma-yuz suhbat bo'lyapti. Yana to'g'rimi? Shuning uchun mana o'tiring, bu yoqqa o'tib oling. O'tib oling. O'tib oling. Shuning uchun hozir sizlar bilan to'g'rimi suhbat qilyapmiz. Haligi devorda orqasida gap emas bu. Yana to'g'rimi? Shuning uchun maqsadda muammo biz bugun kelishimizdan maqsad hal publichniy emas. Maqsad mazmuni mana shu ayanchli 8 yillikdan buyon quruq va'dani eshitib kelyapsiz. Va'daning ortida mana men ko'raman bir nechasi olamdan o'tib ketib bo'lgan. Qolaversa mana nogiron 92 ga kirgan otaxon kelib o'tiribdi bunday qilib. Mana 92 yoshga kirgan. Shuning uchun maqsad nima? Maqsad siz aytgan maqsadga o'tamiz. Shuning uchun qisqa mazmuni o'zi maqsadimiz aytib hozir bizani o'tdim. bittanersa. Uyni tezroq bitkazib. O'zingizdan boshlaymiz. Bo'ldi. Tanishtiring o'zingizni. Men Impala Collection Business jamiyati rahbari Boltayev Shehroz ismim. Ana shu ko'p qavatli uyni qurilish ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Shuni hozir biza domimizni turar joyini maqsadimiz tezroq egalariga topshirish. Shu uchun bizaga hamma tomondan investitsiya kiritib, shu hozir 2 oy ichida bugun maqsad qildik, plan rabota qilganmiz, nima ishlarni qilamiz, qanday qilamiz, 2 oy ichida tugatib, shularni kiritish maqsadimiz, masalamiz shu. Birinchi navbatda shu ishni amalga oshirish maqsadimiz ham, jamiyatning ham maqsadi ham shu. Qilamiz hozir 2 oyda hamma nimalar qilingan, chora-tadbirlar qilingan, investitsiya masalasi ham hal bo'lgan. Hozir ana nima bugun erta dushanba kuni nimalarimiz kelyapti. Katta ishni boshlaymiz. 2 oyda va'da beraman, men bularni kiritaman. Mana bugun qaysi chislo? Qaysi oy, qaysi Bugun kun? 30-chi. Demak 2025-yil 30-oktyabr kuni siz bilan suhbat qilyapmiz. Holatlar bo'yicha, to'g'rimi? Hozir. Bu bo'yicha sizni mana eshitdik. Qurilish bo'yicha mas'ul kompaniyani rahbari bilan shu bo'yicha sizni bildirayotgan fikrlarga qo'shish bo'yicha qana yana munosabatingiz bor? Bizlar ishonamiz. Ishonasizlarmi? Finansировать qilmayapti. Bu qamalgan bacha 3 yil 2 yil saqladi bu kishini o'tiga bo'lsa firma bu kishiga kredit beradi davlat. Kredit bermaydi, bu qayerdan beradi? Buni bosib bo'lmasa. Bu bacha qamalib ketdi, o'zini o'tiga firma qoldi. Biz shundaymi? Endi shuni harakatida olib. O'li o'tgan yo'q. O'sha qamalganiga 3 yil bo'ldi. O'li firma o'sha o'tdi. Mana shu bo'yicha mana hozir ayni shu uy joylarda qurilish bilan shug'ullangan kompaniyani mana rahbari fikrlar bildiryapti. Albatta bularga demak 8 yil bo'lmasa hozirgi bildirayotgan fikrlarga ishonasizlarmi? Nima deysizlar? Munosabatingizni bildirib o'ting. Hech qanaqa ishonch bo'lmaydi. Bu yoqqa ishonch qolmagan shunda. Bu esa 5 yil ichida bitira olmaydi bular. Bu yolg'ondan va'da qiladi. Har kelganimizda bir hafta, bir oy, 6 oy, 5 oyda va'da qilishadi. Kelasi yil 8 yil bo'lyapti. Bularga ishonch qolmagan umuman. Bu yerda hali ish ko'p. U karkasni ko'targan bilan uy bitdi degan emas bu. Buni ichida eng qimmat ishlar qolgan. Adel ishlar, оборудованиялар, kommunikatsiyalarni hammasini taxlash kerak. Hech narsa yo'q. Bu korpusga qarab o'ylamanki bu tayyor deb bo'lmaydi bu. Bular yolg'on gapiradi. Yolg'on bular. Sen fikringizni bildirib o'ting. Biz ishonamiz, lekin bunaqa va'dalar ko'p bo'lganda. Shunga ishonishni Xuddi shu mazmundagi va'dalar demak shu kunga qadar demak bo'lib kelgan. O'sha bir xil mazmundagi javoblar, shundaymi? Shu bir xil hammasi.
opa sizdan o'zi Bizayam shunga nima ishonishga harakat qilamiz, но это все бесполезно, shunisini bilamiz, chunki все ссылаются на то, что нету денег. Mana shu. Faqat ana shu nima bahona bo'lyapti. O'sha uchun prezident Shavkat Miromonovich bizga yordam bering, bizani tezroq uylarimizga joylashtiring. Chunki bunaqa va'dalar ko'payib ketgan, 8 yildan buyon это уже никакие ворота. Iltimos bizani murojaatimizni eshitinglar. Boşa boydan uzun veririz ki yemeyiz. Tutulmayız, boşa bir şey yok. Tutulmayız, biz hiç kanakat takımını koma, 3 kişi bak oldu gitti, 3 kişi öldü. Öldü hazırdan koyup, ölüp gitti ular. Kanaka boladı, ya kova ne olsun adamlar. Ölümge yakın ayollar var, eri yok, bola çakasından yaşayan ayollar var. Arendada pul olma yürgen ayollar var. Ulanlar rahmanlı kim yedi? Popüler kavgalamı popüler. Şahar popüler daha pul olmadı. Sudiye arkalı pul olmadı. Sudiye arkalı. Kvartira pulu. Durmakta. 14 milyon. Bulaga iş onu bulmaydı bulaga. Bulaga vada kılsa kol koldan vada kıladı. Bulaga iş koldan kemeydi bulaga pulunu. Kana pulu. Kursatın bankadaki pulunu. Men Egamberdiyeva Zebo Hamza Ömür kvartira 6da yashab kelgan edim. 18-yili uyimizni shahar hokimligidan kelib chiqishimizni so'raganlarida o'sha yili chiqqan edik. Mana 9-yil bo'layapti, hali ham uyimiz taq emas. Biror natija yo'q. Bormagan joyimiz qolmadi. Odamlar ko'chib kelgan bir xillari mana parda qilib, eshik tiriza qilib o'tirishibdi. Biz ko'p joylarga bordik, hech qanaqa natija bo'lmadi. Bir haftadan keyin, bir oydan keyin deydilar. Yuribmiz, ijorada turamiz. Ijora 1 million pul beradi. Biz 2 million beramiz. Men 850 ming pensiya olaman. Dori darmonimga o'zim 2-gruppaman. Qayerdan olaman? Bilmadim endi. Kelamiz, ketamiz. Faqat bo'ladi deydilar, va'da beradilar, lekin hech qanaqa natija yo'q. Iltimos sizdan. Prezidentimizdan nima so'rab qolmoqchisiz? Prezidentimizdan iltimos qilib so'rayman, bizani shu uyimizni taxlab berishlarini yoki bo'lmasa agar boshqa joydan bizga ham uy berishlarini iltimos qilardik. Ассаламу алейкум. Хамага, уважаемый Шавкат Мироманович. Я Бакаева Негора, сноха Икромова, покойного Икромова Исмата, который был жителем этого дома, Хамза 11. Мы проживали во второй квартире на 1-м этаже. Со всеми усилиями мы купили эту квартиру, работая за границей, то есть в России, чтобы проживать здесь спокойно, и чтобы наши родители, которым было тяжело жить в поселке, чтобы жили здесь. И на протяжении 8 лет мы не можем въехать в свою квартиру. К сожалению, в данный момент у нас на основании трехстороннего договора нету ни одной готовой квартиры, которую обещали нам в течение 2 лет вернуть. В качестве компенсации арендной платы мы всего 1 раз получили 6 миллионов рублей по 500 тысяч за 12 месяцев. И больше арендной платы нам никто не выдавал, к сожалению. Все пустые обещания, то есть в счет арендной платы нам обещали увеличить размер нашей квартиры, который до сих пор мы не видим. На протяжении этих лет с нас еще просили доплату за то, что нам выдадут побольше квартиру, но, к сожалению, мы отказались, потому что у нас есть трехсторонний договор с хокимиатом, с нами и с застройщиком, который, к сожалению, нас обманул.
Это наш кадастр нашей квартиры. Есть все документы, которые мы приложим. Обещана нам квартира еще была дважды продана. Вот на 3-м этаже вот они нам обещали, вот уже кто-то заехал и повесил даже занавеси, сняли нашу дверь, которую мы устанавливали по просьбе нашего уважаемого застройщика Шахроз Сабировича, который не делает ничего. И все пустые обещания. Это уже 9-й год. Вот у нас есть все документы. Это наш кадастр той квартиры, которую снесли. Прошу вас обратить внимание на наших соседей, которых уже нет живых. Квартира, которая была на моего отца, покойного свекра, уже подарственной мы передали свекрови. Свекровь в данный момент лежит в больнице. У нас нету денег, мы не можем уехать на заработки, потому что здесь у нас нету работы. Я вот в данный момент живу у свекрови дома, в старом доме, где нету газа, света, все время все. Сейчас зима на дворе, и эти пустые обещания уже нам надоели. Просим вас обратить на нас внимание. Спасибо вам всем за понимание. Шавкат Мированович, прошу вас нам помочь, либо въехать в эту квартиру, которая сейчас в данный момент этот дом считается аварийным, как нам уже сказали. Прошу нам выделить наши квартиры, чтобы мы могли по-человечески жить. И наши, вот дед уже умер, чтобы хотя бы бабушка дожила свои годы в своей квартире. Спасибо всем. Какой год вы дошли? Мы уже 8 лет ждали, это уже 9-й год. В мае мы самые первые выехали. Покойный мой свекор был домкомом этого дома. Он был очень активный и нам сказал: быстрее освобождайте, побыстрее заедете. И этот трехсторонний договор, оказывается, не является ничем, как я уже поняла, потому что уже и в Хаткимият, и прокуратура, и суд, где мы только не были, мы все время и стучим в пустые ворота. Получается, никто нас не слышит. Куда мы идем, нам все обещают, и в итоге все затухается. 1-2 дня ведутся какие работы, а потом все опять затухает. И они это объясняют. Это вот нам, вот это наш трехсторонний договор. Эти пустые обещания уже нам надоели. Нет, сейчас вот я вам покажу. Это вот наш трехсторонний договор, который был заключен с нашим, вот с трехсторонним, с нашим хоккеймиятом, застройщиком и каждым жителем данного дома. Вот. И получается, это пустые обещания. Обратите, пожалуйста, внимание. Все ссылаются на то, что нет у застройщиков денег, никто ничего не строит, инвесторы не помогают. И все это уже не знаю. Пожалуйста, помогите нам, нас никто не слышит. И в Вилаят хоккейм обращались, и в городской хоккеймият обращались. И все пустые слова, пустые обещания. Поэтому мы вынуждены обращаться к вам с просьбой выдать нам, если мы в этот дом, наверное, еще 10 лет не заедем, выдать нам всем квартиры. Пожалуйста.
Bu tanıştırib olaman. Assalomu alaykum. Men Rahmatov Nishon. 11-dom Buxoro shahari 11-dom 6-xonaga o'tiruvchi yashovchi nima. Mana bu kadastrlarimiz bor, bizning kadastrimizni borligiga qaramasdan 18-yil uyimiz sinovga ketdi. 8 yildan beri uy qurilgan yo'q, ana shu uy ijara yuribmiz. Butunlay azobga qo'ydi bu bizani. Ayni mana savolimga javob beringchi. Ayni 2018-yilda qaysi oyda sizlarni uyingiz iyun oyiga. Eslatma bo'ldi. Iyun oyiga chiqib ketdik biz bu yerga. Qanday va'dalar bo'ldi? O'sha paytda nechta joy uyda yashayapsizlar? Va'da berdi, o'sha uylarni joyiga joy beramiz. Uy ana shu 2 etajlik uyda buni qurdilar. Bu 8 yildan beri tugamabdi. Bu 8 yil tutishimiz kerak nima buni?